Assalomu alaykum qadrlilarim, hammanglar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun mana yakshanba kuniga bo'lishiga qaramasdan men bugun navbatchilikdaman va juda ko'pgina shogirdlarimni iltimoslariga binoan tibbiy qo'lqoplar haqida bugun ma'lumot bermoqchiman sizlarga. Va bu ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman. Chunki bu qo'lqoplarni steril va steril bo'lmagan qo'lqoplarni qachon qayerda ishlatilishini juda ham yaxshi bilib olgan inson o'ziga kasalliklarni yuqtirib olishdan ehtiyot qilgan bo'ladi. Demak, qo'lqop turlari 3 xil bo'ladi. Ya'ni steril qo'lqoplar, nosteril qo'lqoplar hamda xo'jalik qo'lqoplari bo'ladi. Steril qo'lqoplarga keladigan bo'lsak, har bir steril qo'lqopni o'zini razmeri bo'ladi. Masalan, mana bu razmer 7,5 va bu razmeri meni razmerim. Meni qo'limga shu 7,5 qo'lqop perchatka mos tushadi. Va bu qo'lqoplarni siz sotib olganingizda, aptekadan sotib olganingizda обязательно buni srogiga qarashingiz kerak bo'ladi. Mana srogi 2024-yil chiqqan, 2027-yilgacha. Va bu qo'lqoplarni ishlatish juda ham qulay bo'ladi. Sababi buni ichida talk sepilgan bo'ladi. Kiyish ham oson bo'ladi va o'ng hamda chap qo'llarimizniki ajratilgan bo'ladi. Bu steril qo'lqoplar qachon ishlatiladi? Asosan operatsiya jarayonlarida, operatsiyadan keyingi bog'lovlarda, stomatologiyada, ginekologik kasalliklarni ko'ruvda hamda qonli zonalarda ishlangan paytda, sterilniy zonalarda обязательно steril qo'lqoplardan foydalaniladi. Juda ko'p insonlar hayron bo'lishadi. Men o'zim yaxshi yursam ham, to'g'ri yo'lda yursam ham qanaqa qilibdir menga o'sha VICH virusi yoki bo'lmasam o'sha gepatit B yoki C turlari yuqib qoldi deb. Bu juda ko'p omillarga bog'liq. Faqatgina jinsiy yo'l bilan yuqmaydi spid kasalligi. Siz agarda shu borayotgan xususiy klinikangizda yoki stomatologiyada bitta bemorni ko'rgandan keyin mana shu steril qo'lqop bilan ishlash kerak. Vrachlar, stomatologlar agarda o'sha siz ko'rgandan keyin sizdan keyingi bemorga perchatkasini almashtirmaydigan bo'lsa qo'lqopini, bunda o'sha kasalliklarni yuqtirib olish ehtimoli juda katta bo'ladi. Siz bemalol stomatologiyada masalan yoki xususiy klinikalarda to'lov qilganingizdan keyin 100% haqqingiz bor, qo'lqopingizni almashtiring yoki bo'lmasa bir martalik ishlatiladigan asboblar bilan, tibbiy asboblar bilan menga xizmat ko'rsating deb talab qilishga bemalol haqqingiz bor bo'ladi. Keyingi perchatkamiz turi, ikkinchi turi bu nosteril perchatkalar. Bu nosteril perchatkalar mana o'sha korobkada 100 talik chiqadi va buni ham razmerlari bo'ladi. Ko'rdingiz, mana 6, 7, 8, 9 eng katta razmer L razmer hamda buni ham hozir mana bu ochilgan, bizning qizlarimiz ishlatishadi. Va bu ochilgan, buni ham xuddi shunaqa sroklari bo'ladi. Mana sroklariga qarab ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bu perchatkalarda qachon foydalanamiz? Bu perchatkalarda masalan o'sha kasal ketgandan keyin generalniy уборкалар qilganimizda yoki bo'lmasam boksaga ukol qilganimizda va shunaqangi nesterilniy ishlar qilinmagan zonalarda bemalol nesterilniy perchatkadan foydalansak bo'ladi. Bilib qo'ying, bu sterilniy perchatka ham, nesterilniy perchatka ham ikkalasi ham bir marta ishlatiladigan perchatkalar hisoblanadi. Buni bir marta ishlatilgandan keyin обязательно tashlab olish kerak bo'ladi. Uchinchi qo'lqopimiz turi bu xo'jalik ishlarida ishlatiladigan qo'lqop turi. Buni hamma biladi. Shu bu asosan sanitarkada ishlatilishi mumkin yoki bo'lmasam uyda generalniy уборкаларда ishlatilishimiz mumkin. Biror joyda zonalarni tozalayotganimizda ishlatilishimiz mumkin. O'sha qo'llarimizga ziyon yetmasligi uchun, qo'llarimizda qurish yoki bo'lmasam kimyoviy moddalar bilan ishlayotgan paytimizda o'sha qo'limiz kuymasligi uchun mana shunaqangi xo'jalik perchatkalardan foydalansak bo'ladi. Umid qilaman bugundan boshlab siz o'sha qo'lqoplar haqida tushunchalarni oldinglar va sizlarda savollar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam videomiz sizlarga manzur bo'ladigan bo'lsa bizga like bosinglar yoki bo'lmasam kommentariyalarda izohlar qoldiringlar. Men albatta ko'rib chiqaman, o'qib chiqaman.